Xitoy doiralarining Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarni qamab qo'ygan yig'ilish lagerlarining sonining 500 ga yetadiganligi bildirildi. Xabar qilinishicha, Xitoyning Uyg'ur va qozoqlarni qamagan 500 dak yig'ilish lageri oshkorlangan. Washingtondagi Sharqi Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining bildirishicha, ular 182 lagerning jo'grafiyalik koordinatini aniqlagan. Onundan boshqa 209 turma va 74 emgak bilan o'zgartish markazi borligi ilgari surilgan. Gollandiyada 4-navbatlik Sharqi Turkiston strategik muzokara yig'ini boshlandi. Uyg'ur tadqiqot instituti tomonidan uyushtirilgan strategik muzokara yig'ini Yevropa Sharqi Turkiston ma'rif jamiyatining sohibxonligida o'tkazildi. Yig'inda Sharqi Turkiston davosining o'zgarayotgan dunyo siyosatida qandoq va qaysi bosqichlarda ilgarilaydiganligi qatorliq temalar muzokara qilinadi. Turkiyadan Sharqi Turkistonga qaytgandan keyin tutqun qilindi deb qaror ilingan İbrahim Qurbanning aslida Xitoy soqchilari tomonidan aerodromda qiynab o'ldirilganligi oshkorlandi. Qashqar viloyatining Yo'pirg'i noyasida yashaydigan savdogar İbrahim Qurban 2016-yili 4-oyda do'sti bilan Turkiyaga sayohatga kelgan va qisqa bir vaqtdan keyin Sharqi Turkistonga qaytgandan keyin g'oyib bo'lgan. Eng yangi uchurlarga asoslanganda İbrahimning 2016-yili Urumchi aerodromidagi tutib turish markazida soqchilarning so'roq qilishi jarayonida o'lib ketganligi necha yildan keyin o'tirg'i chiqqan. Erkin Asiya radiosining xabar qilishicha, Yo'pirg'i noyasida İbrahim Qurbandan boshqa yana 46 kishi chet el bilan munosabati bor unsur deb ayblangan bo'lib, 36 kishi qamoq jazosiga hukm qilingan, qolganlar bo'lsa jazo lagerlariga qamalgan. Xitoy Amerikaning lazer nurli qurollarga qarshi teng darajadagi qurol o'rniga bu qurollarni palach holatga tushirib qo'yadigan texnik to'rini yo'lga qo'ygan. 5 burchakli bino lazer nurli qurollarni paraxutlarga o'rlashtirib 2019-yilning oxirlarida sinab qilishni planlamoqda. Amerika dengiz armiyasining bu qurol orqali dushman aeroplanlari va boshqariladigan bombalarni ovlashi nishon qilinmoqda. Bu tor doirasida Amerikaning San Diego'dagi dengiz armiya bazasida OSS Davin nomli paraxutga Devin nomli lazer to'pi saplandi. Dunyoda kuchlanayotgan harbiy texnika davlati bo'lgan Xitoy lazer qurollarga qarshi tura oladigan yangi texnikalar ustida izlanmoqda. Angliya bosh ministri Johnson Rossiyaning Angliya saylovlariga daxl qilganligiga doir bir isbotning yo'qligini bildirdi. O bu haqda parlament doklatining e'lon qilinmasligi kerakligini ilgari surdi. Saylamning normal bo'lganligini ta'kidlagan Johnson, bu saylam sababli tartiblarni o'zgartirishga hech qanday bir sabab yo'q deb qaraydiganligini aytdi. Johnson Rossiyaning saylamlarga daxl qilganligi haqida buningga doir hech qanday isbot yo'q dedi. Iroqda 1-oktyabr boshlangan farxo'rlikqa qarshi namoyishlar davomlashmoqda. Saqchi doiralarining bildirishicha, Bag'dod shahar markazidagi ozodlik maydoniga yaqin bir joyga to'xtatib qo'yilgan bir avtomobildagi bomba portlagan bo'lib, dastlabki uchurlarga asoslanganda 4 kishi o'lib, 20 kishi yaralangan. Iroq Mustaqil kishilik huquq komiteti e'lon qilgan dokladga asoslanganda 1,5 oydan buyangi namoyishda 319 kishi hayotidan ayrilgan bo'lib, 15 ming kishi yaralangan. Namoyishchilar bugun Basira o'lkasida Kasir portiga boradigan barliq yo'llarni qamal qildi va yuk avtomobillarining portga kirishiga ruxsat qilmadi.